Assalomu alaykum, rahmatulloh, barakat, karimizda obunachilari. Hammalarga bugungi kunlar xayrli o'tsin deb, Alloh kuch-quvvat bersin deb akalar bugun Qo'rg'ontepa mol bozoridan efirlarimizni boshladik akalar. Xudo xolasa mana mollarimiz, savdolar bo'lyapti. Mashhuriyatimiz tish buzmagan aka. 65 million kami bor deyapti. Bo'ylari shu 1.60, 1.65 mi shunaqa akalar. Xudo xolasa mana katta novvoslar. Mana savdosi bo'lyapti, qaysinga bo'lyapti. Mana akalar, shunimiz 67 dan bo'pti. 67 dan kiloga bo'pti. Marhamat bor bozorida. Tash tayyor so'ysa bo'ladigan 67 dan kiloga. Mana akalar. Giring. Ular nima aka? Sementalmi yo giring portmi? Semental giring porti. Nech puldan deyapsizlar? 50 dan. Hammasi uchalasini-mi? Yo'q, uchalasini ikkitasi. 50 milliondan kami bor deyapti mana akalar. Bunisi semental, narigisi giring port mana. Rasa semirib toma jonivorlar. Shu Qo'rg'ontepa mol bozorida mana akalar. Kilolarimiz shu 70 minggacha bo'lyapti ekanda, pasti endi shu 60 ming, 60 ming tepasi shunaqa bo'lyapti akalar. Shvedlar to'lgan, o'nta bitta zo'r gibridimiz ham chiqqan. Xudo xolasa ularni ham ko'rsatamiz akalar. Inshaalloh. Mana akalar gibridimiz. Ammo o'ta katta narsa ekan akalar. Azbi ham ular qilyapti. Nech pul deyapsizlar ekan buni? 65 million. 65 million kami bor deyilyapti akalar. 65 million kami bor. Gibrid novvos akalar. Kattaligini qaranglar. Orqalar to'lib ketdi jonivorlar. 65 millionga nima deysizlar aka? Bitta mashina ham puli bo'lyapti jigarlar. Mana akalar, katta novvoslarni endi boricha ko'rsatdik. Kiloga qiziqadiganlar, katta novvosi borlar 70 minggacha bo'lyapti ekan. Realni sotilganlari 67 ming, 68 ming ko'rdik akalar. Shu kiloga 500 kilo atrofida chiqqanlari. Endi xudo xolasa sekin sigirlarni ham ko'rsataveramiz akalar. Ammo yosh ko'chatlar qimmat akalar, qandaydir. Puliga ustirayd qilmaydi. Kimdir endi puli kamdir. Olsangiz bo'laveradi-yu, baribir chorbada molda 100 ming so'm pulingizga pul qo'shib turaveradi. Hozir sekin sigirlar so'raymiz akalar. Akalar mana shu sotilgan realni sigirimiz. Mana gibrid ekan. 32 million 200 ga sotilibdi. O'tgan yili qo'yilgan ekan. Orqa boshlari ham ancha yilli sigir akalar. Joning sog' bo'lsin. Maza qilib bakaydigan ekan. O'zi ham sigirda qaranglar, yaltillab turibdi. Havas qildik ham jigarlar. Inshaalloh men ham olaman shunaqalarni. Mana akalar, shunimizni mana 26 million savdo qilyapti qisir akalar. Bo'ylari shu 1.30 atrofida. Ammo rasa semiribdi. Mana akalar, mana shuni xunajinimiz 23.5 savdo bo'layotgan bermayapti mana ushlab turishdi qo'lini. Qisir yemlangan xunajin akalar. 23.5 ga yo'q bermayapti. Qani balkim baraka qiladi. Mol bersanlar bering. Shuni olaman. Ey bola, bir safar keling, arzon emas mol. O'tangina sotib bozorga sizni moli savdo bo'lyapti. Hop, men sotib. Bar. 24 ga olin deyapti. Yana qilganda 5 Ey bola, yuryarim bering. Bor baraka. Hech pul oldi? 23.5. Baraka topsin. Mana 23.5 bo'pti akalar. Mana akalar, shu hunajinimiz bo'yi 1.20 atrofida 20 million kami bor deyilyapti akalar. Bozorimiz mana to'lgan. Qo'rg'ontepa mol bozori sog'inganlar uchun jigarlar. Qaranglar. Olishni iloji bo'lmayapti akalar. Ya'ni ham yo'l ko'ryapsizmi mashina yo'llarni. Endi haliroq olamiz. Mana jigarlar, shu kelasi 62 millionga olinibdi.
Bo'ylari 1.25 1.30 atrofida xunajinlar. 62 millionga olindi baraka bo'lganlari mana Qo'rg'ontepa mol bozoridan. Yana akalar 28 dan kami bor deyilyapti. Shved xunajinlar. Mo'sini bo'yi shu 1.35, mo'niki shu 1.20 1.25 atrofida akalar. 28 milliondan kam bor deyilyapti. Savdo bo'layotgan joylar. Baraka bo'layotgan joylar akalar. Barakalar shu sigirimiz 29 berilayotgan. Bo'ylari 1.25. Bo'g'oq shekilida. Mana akalar 39.5 ga chiqib ketyapti. Bolasi xunajini ekan mana 39.5 ga ketdi. Mana akalar 30 million 200 ming pul beryapti bolasi novoz. 30 million 200 ga bermayapti. O'zimizni joylari sigirlar akalar 30 million 200 ga bermayapti bolasi novoz ekan. Holatni ko'raverasizlar. Mana akalar 30 million kami bor deyapti bolasi novoz sigirlar. O'zimizni joylari sigirlar. Ro'zg'or bor. Necha litr sut beradi? 10 ta beryapti bolasi. 10 ta beryapti mana bolasi bilan akalar. Ana Qo'rg'ontepa mol bozoridan. Nechinchi bolasi? 4-chi bolasi. Nomer berasizmi? 91 740 57 57. Mana akalar aloqaga chiqib ko'rasizlar bemalol. Rahmat aka. Qaysi yo'q? Nech pul? 35. Mana akalar 35 millionga baraka bo'lyapti. Bolasi novoz ekan. 35 millionga. Mana akalar shvetimiz bolasi xunajin ekan 45 million kami bor deydi. 45 million kami bor deydi. Bolasi xunajin akalar. Shvetlar makonidamiz xudo xolasa mana akalar. Karimjon o'ziga obuna bo'lib qo'yasizlar. Qo'rg'ontepalik jigarlarim. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha chiqarib boramiz videolarni. Sal bozor seyraylasin. Bozor to'ladi, qaranglar, yurib bo'lmayapti. Jigarlarim, joninglar sog' bo'lsin hammalarni.